Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021-yil 4-noyabr payshanba. Bugun men Tafakkur tamchisi sahifasida No'qish nomli yozmamni, haftada bir shaxs sahifasida 2017-yili Nobel iqtisodshunos mukofotiga erishgan amerikalik iqtisodshunos Richard Thaler va uning No'qish nazariyasini diqqatingizga sunaman. Undan keyin Xitoy va Amerikaniki siyosiy iqtisodiy vaziyat haqida, o'zimiz haqida ham shuning bilan shifrli pullardan Ethereum haqida to'xtalish bilan bugunlik bu haftalik mazmunlarni sizlarga sunaman. Biz No'qishning nimaligini o'qiymiz. Agar No'qishni harakat bilan ko'rishga to'g'ri kelsa, mana bundaq ko'rishga to'g'ri keladi. Biz No'qish orqali nima demoqchi, kimga nima demoqchi, bu konkretni odamning qanday holatda turayotganligiga, nimaga bog'liq ekanligiga munosabatlik. Ya'ni No'qishni harakat bilan bundaq ifodalagan bilan, ammo boshqa, ya'ni vasliq ishorat yoki bir yaxshi maslahat bilan ifodalagan bo'ldi. Shunga men haftada, ya'ni Tafakkur tamchisi sahifasida oldi bilan No'qish degan bir yozmamni sizlarning diqqatingizga sunmoqchi. No'qish. Hayotning safarlarida xamiqib qolgan bo'lsang, No'qib qo'yay seni insonlik qalbim bilan. Dab qo'yay yuzingdan yuzingla galvang bo'lma. O'shani yig' oson emas hayot degan. Uchishni bilib tushishni bilmay qolgan bo'lsang, No'qib qo'yay oqmas kayflikdan yeshil deb. Quyosh kundi chiqsa-mu har kuni rohat bo'lmaydi. Puxta bo'l, zimiston kunlarning qo'y g'amini yeb. No'qib qo'yay seni, birovlar nima korimdisi desin. Dunyoga bir kelganing uchun sagak jo'shqin yasha. No'qib qo'yay seni, o'rakni ko'rmay ketaversang, ezi bo'l, o'rak bor oldingda anga qara. No'qishlashning sana berdig'ini ajoyib, umid ham aql berdi o, sazma g'aroyib. Xo'sh. Demak, hayotimizning ma'lum bir paytlarida biz ma'lum bir kishilarning bizga ishorat qilganligini o'qiymiz. Bizningki aql parasatlik ota-bobolarimiz bizga nurg'un falsafiy mazmunlarga to'yilgan hikmatlarni qoldirib ketgan. Bu No'qish degan so'z dal shu maqol tamsillarning birisida ham bunday ifodasini topadi. Aqlga ishorat, nodonga juvoldirus. Ya'ni ishoratning o'zimi bir xil No'qishdan iborat. Unda bo'lsa men nima ishqi No'qish haqida to'xtalgim kelib qoldi. Buning uchun men Richard Thaler degan bu shaxsni, ya'ni Nobel iqtisod mukofotiga erishgan bu shaxs va uning qarashlari haqida qisqacha to'xtalib o'taman. Iqtisod ilmi odatda, ya'ni o'lchamlik javobi iqtisod ilmi odamlarning qilmishlarini tadqiq qiladigan fan deymiz. Ya'ni odamlarning ehtiyoji cheksiz, ammo bu cheksiz ehtiyojni qondiradigan moddiy boylik cheklik. Shuning uchun kishilar tanlash ilib berishga to'g'ri keladi. Ya'ni eng tuvan tanlarida o'zining ehtiyojini eng yaxshi shaklda qondirishni o'ylashadigan fan deb o'tirib, shunday ta'bir berdi iqtisodshunoslik ilmiga. Shunga iqtisod ilmida nurg'unlagan farazlar bor, nurg'unlagan qarashlar bor. Bu qarashlarning birisi nima? İnsanlar idraklik bo'ladi. Ya'ni idraklik odam degan ishlarni qilgan vaqtda, ya'ni qaror chiqargan vaqtda 7 o'lchab bir kesidi. Foyda ziyinni o'ylaydi. Bir ishni qilishning, bir so'zni qilishning, bir so'zni deyishning foyda ziyinni o'lchaydi. Agar u qiladigan ish, u xil tanlashi uning ziyoni olib keladigan bo'lsa, u ishni qilmaydi. Agar foyda olib keladigan bo'lsa, shu ishni qiladi, deydi, itido degandan iborat. Ammo Richard Thaler, ya'ni 1945-yili New Yorkning yanidagi New Jersey shtatida tug'ilib cho'ng bo'lgan bu iqtisodshunos o'zi iqtisod ilmida doktorlikni New Yorkdagi Rochester universitetidan olgan ekan. Hozir Chicago universitetining iqtisod professori, ya'ni Chicago universitetining qarmog'idagi Booth Sod maktabining iqtisod fanlari o'qituvchisi, professori. Amerika iqtisodshunoslar jamiyatining prezidenti bo'lgan kishi bu. Bu kishi
iqtisod ilmidagi ash qabul qilinib kelgan ashxol qarashga qarshi bir fikrni o'tirib qo'ygan gap. Ya'ni nima desa, kishilar hamisha idraklik emas, ya'ni foyda ziyonni o'ylashadiganlar ijtimoiy maxluq emas, balki kishilar ba'zida shu vaqtning o'zidagi o'zining psixik holati va kayfiyatiga qarab turib ba'zi qarorlarni chiqarib qo'ydi, ya'ni idraksiz qarorlarni chiqarib qo'ydi degan qarashni o'tirib qo'ygan. Ya'ni kishilar masalalarga qaragan vaqtda hamisha foyda ziyonli bilanla qolmaydi, balki shu vaqtga o'zining tuyg'usiga qarab, o'zining tuyg'usi bilan hukmlarni chiqarib, tanlashlarni ilib bordi degan gap. Bu kishi 2008-yilda mundaq yana bir kishi bilan birlashib bir kitobni yozgan, 2008-yildan keyin nayda ataliq bo'lib ketgan. Ya'ni nima deydi desa, no'qish orqali kishilarning shaxslarningki boylik, sog'lomlik va baxt haqidagi tanlashlarini a'lolashtirg'ili bo'ladi kitobning ismi shu. Shu kitobni yozish orqali dang chiqargan. Ya'ni Nobel iqtisod mukofoti bu kishiga mukofot bergan vaqtda buning no'qish nazariyasiga nihoyatda cho'ng ahamiyat bergan gap. Ya'ni nima deydi bu no'qish nazariyasining, bu kishining no'qish nazariyasiningki asosiy mazmuni nima? Uning asosiy mazmuni kishilarga yiqishliq bo'lgan usullar, ishoratlar va vasliq bo'lgan shakllar orqali ularningki hayotdagi tanlashlariga nisbatan ta'sir ko'rsatib, ular uchun yaxshi bo'ladigan qarorlarni chiqartqizg'ili bo'ladi deydi. Mushu qarash. Ya'ni Nobel iqtisod mukofoti bu mukofotni bergan vaqtda bu kishiningki kishilarning faoliyatlarini, ya'ni iqtisodshunoslik qilmay, tigi-takni aytgan vaqtda biz iqtisodiy faoliyatlarni tadqiq qiladigan bir fan deb qo'yamiz-ku, ammo kishilarning qilmishlarini tadqiq qiladigan fan. Iqtisodiy faoliyatlarni, kishilarning tanlashlarini tadqiq qilgan vaqtda psixikalik analiz bilan iqtisodiy analizlarni birlashtirib bir ko'rik paydo qilib, kishilarning tanlashlariga nisbatan, ya'ni tajribachilik iqtisodshunoslik nuqtasidan chiqib turib, kishilarning ba'zida idraksiz qaror chiqarganligini, bu xil idraksiz qaror chiqarishga ishorat orqali, buni inglizcha nudge deb qo'ydi. Nudging, ya'ni ishorat orqali, no'qish orqali buni o'zgartirib bo'ladi. Ya'ni mushu nuqtada Richard Thaler nihoyat cho'ng to'p qo'shdi iqtisod ilmiga, iqtisod ilmining tarmog'idagi qilmish, ya'ni harakat iqtisodshunosligiga cho'ng to'p qo'shdi deb alaydi baho bergan gap. Richard Thaler ijtimoiy tajriba orqali o'zining ko'z qarashini isbotlagan. Ya'ni nima desa, bir sinfdagi o'quvchilarning yerimiga bir qahva stakanini taqatgan, yana yerimiga quruq ishni bermagan, anandagi shu sinfning o'zida qahva stakani sotilgan bozor qurgan. Bozor qurib kuzatgan. Bu bayqaganki, shu qitimliq shu taqtilgan qahva stakanini topshirib olgan bolalar shu stakan amaliyotda bir necha dollarlik qahva stakani. Uni nechasi yuqori bahadimi? Avu stakanga erishamagan bolalarga setishni rad qilgan. Demak, bu yerda bu kishi nima deydi desa, asli iqtisodshunoslikning avu qarashi bo'yicha aytgan vaqtda kishilar idraklik, foyda ziyon qarab ish qiladi degan qarash rost bo'lgan bo'lsa, bu bir necha dollarlik stakan qahva stakanini bular uning bahsi nechasi o'sgan vaqtda setib olish kerakdi, lekin bular sotmadi. Demak, bu nimani tushuntirdi? Bu kishilarningki erishish tuyg'usining, tavallik tuyg'usining, ya'ni ega bo'lish tuyg'usining, havasining nihoyat kuchliligini, uningki nuqul iqtisodiy bahodan, iqtisodiy qimmatdan ahil tuyg'uning qimmatining ustun ekanligini ko'rsatib bergan bu kishi tajriba orqali. Uningdan sirt yana bu kishi deganki, kishilar odatda yomg'irbax yig'ib ketgan vaqtda kunlik sal qimmat bo'lsin elish kerak, yomg'ir qolmasligi kerak. Lekin kishilar uni elishni rad qiladi. Ma'lum bir narsaningki bahsi azam bo'lsin, uning qo'liga tushgan vaqtda uni yuqroq bahoda setishni rad qiladi. Agar ba'zi kishilar favqulodda muhtojlikdan sotmasa, ba'zi vaqt sotmaydi degan mushunda qarashlarni o'tirib qo'ygan. Endi buni men nima ish so'zlab qoldim degan vaqtda bizning hayotimizda, atrofimizda shunday odamlar bor. Biz o'zimizmi shunday bir ishlarni, shunday bir tajribalarni ko'rgan, beshimizdan o'tkazgan, boshqalardan anglagan. Mening bir cho'ng tag'am bo'lgan, shunday deydigan bir chaqda, shunday bir gapni deb bergan. Balam deganda menga
oliy maktabda o'qiyotgan chog'imda. Shu odamlar, haliqi kishilarni o'ltirib qo'ygan, chanab qo'ygan odamlar sarang emas. Faqat shu ma'lum bir chaqda o'zini tutamay, shaytoni kuchli kelib, shu o'zini basamay shu kishilarga zaxm yetkazib qo'ygan odamlar deb shunday bir gapni deb bergan. Mamat axun, Hüseyin axunning bir ish tufaylidan achchiqlab, ranjib qilib, na'aytdi, dushman ko'rib qapti ekan. Bir kuni etizlikda ishlab olsak, ashundaq achchiqlab, na'aytdi, g'azab bilan birisi birnim deb qo'yganmi? Katmanni ko'tarib, men Hüseyin axunni tep berib, chan o'timi deb mangdi deydi. Shuni ular men keyindan berib, to'xtanglar Mamtaxon, paranglashimiz deb manda mangil deb yo'rni sal uzatib, to'xtanglar kishini o'tirib bilib, menmi chanish bir misilliga. Kelinglar, menmi urish birmi uni, uning qiyig'ini bo'lmabdi, digini bo'lmabdi deb, etizlik to'xtag'izib, mo'xir kutim birini berib, kelinglar chekimiz deb. Qaranglar Mamtaxon. Uni berib bu gapgan hamda. Gap degan tugab ketdi. Bir ya o gapni o Hüseyin axun degandi, ya shuni qilmagandi. Buni balkim birovlar o'yin ko'ramiz deb qo'ygandi. Bu ishlarga bak chechilib ketmanglar. Sizning necha balanglar va oning necha balasi va uni berib chepib qo'ysanglar, o'lab ketsa qanday bo'lanin ekan? Silim o'lab qoldi, o'ladigan ish chiqdi. Uni yerda qilib qo'ysanglar, to'laydigan ish chiqdi. Qildigan ishingizning ziyni foydasidan jiq bo'ladi. Nim foyda ko'rsa uningdan deb mushuna deb men bir to'xtab olgandim. Shunga balam ba'zida odamlarning payli buzilgan vaqtda chiroyli gap bilan shuning tarafda turib, asta uni bir salkillatib, uni yumshatib, anandan keyin uning qilmoqchi bo'lgan ishining foydasini deb bersang, ishlar yaxshi bo'ladi bolam degan mushuna bir gaplarni deb bergan cho'nglar. Hatto Richard Saylerni bu o'zimi libertarian paternalism degan shu xil iqimni tashabbus qilgan odam bu. Libertarian deganlar nima desa, odamlarning o'zining tanlashi va qanday yashashisi bo'ladi, tanlash erkinliklari bo'lishi kerak deb. Paternalism chi desa, boshqarish. Ya'ni dadalar bolalarni boshqaradigan, undaq qilsang bo'lmaydi, bundaq bo'lsang bo'lmaydi deydi. Hamda demakchi bu yerda biz odamkamiz, insonkamiz hamda har xil o'y, xiyol, nurg'un ishlarni qilg'imiz keladi. Bu ishlarning ba'zilari qonunga, ba'zilari axloqqa, yana ba'zilari insonchilikqa, u bunga muxolif. Ya'ni to'g'ri kelmaydi. Uningki muayyan buning ta'siri bo'ladi. Bu shunaqada qanday qilish kerak deganda bu kishi nima deydi desa, kishilarning muayyan erkinligi bo'ladi. Shu erkinligining sharoiti ostida kishilarning erkinligini bo'g'ishib bo'lmaydi. Bu libertarianlarning ideyasi. Paternalism degan ne atidachilik qilish. Ya'ni shularningki erkinlikga qilayotgan ishlari yaxshi bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, uning rag'bat berish kerak. Agar qilayotgan ishlari to'g'ri bo'lmasa, yaxshi bo'lmasa, uningga no'qish orqali yaxshi yo'lga boshlab qo'yish kerak, atidachilik ko'rsatish kerak, mehr-muhabbat ko'rsatish kerak degan bu shu qarashni o'tirib qo'ygan. Masalan, men kichik chig'imda toza shu tog'liq maktabda yetib o'qiyotgan chaqlarimda shunday qijilinib ketib, 10 yosh chaqlarim, 13 yosh chaqlarim toza o'qig'im kelmay yurgan vaqtda dadam shunday degan, "Bolam, agar o'qimasang kuning yaxshi bo'lmaydi. Ma tog'lardan chiqolmaysa, keyin sening avlodlaring sana qijilinib yashaydi. Bizlar o'qib qolib ekanmiz, idorada ishlayapmiz. Sen o'qisang kuning texim yaxshi bo'ladi. Chida" deb shunday atidarchilik mehr bilan shunday so'zlagan, o'qib bolam deb o'qishning yaxshiligini ashunday bir ifodalagan. Kichik bolaga nisbatan ashunday gaplar nihoyat ta'sir qilgan. Demakchi, oti bo'g'ichi inson bo'g'ichi o'zining atrofidagi odamlarga nisbatan ularning yaxshi tarafini ko'proq ko'rib, ularga rag'bat beradigan gaplarni qilib bersa, ishlar yaxshi bo'lar ekan. No'qish nazariyasining asosiy ideyasi shu. Nima desa, kishilarga nihoyat yiqishliq bo'lgan ishorat orqali ularning no'qib ko'rib, ularning no'qib qo'yib, ularning tanlashiga yaxshi tanlashning yaxshi bo'lishiga ta'sir ko'rsat demakchi. Hozir Amerikadagi, Yangi Zelandiyadagi, Avstraliyadagi, Kanadadagi barcha shirkatlar va hatto hukumat tarmoqlari shu no'qish orqali shu kishilarni, jamiyatlarni yaxshi tarafga boshliq bo'ldi ekan, bularning harakat qilmishlarida yaxshi o'zgarishlarni barliq keltirgil bo'ladi ekan degan qarash qilib, ba'zi qo'llanishga boshladi. Endi bularni deyishdan maqsad qarindoshlar, atroflarimizda xato yo'lga, xato ishlarga ketayotgan yoki bilimsizlikdan yoki ishlarni bilmaganlikdan ketayotgan odamlar bo'lsa, dab qo'yili, no'qib qo'yili, yaxshi odamlar bo'lsa, yaxshi har bir
özümüzün 5 günçke Uyg'urlarımız olsa, ularga chin hissiyatimiz bilan o'qish ishlari bo'lsin, xizmat ishlari bo'lsin, yordam qilaylik. Hozir hech kimninki halaqa umidsiz gapni anglag'isi yo'q. Şoňa ularninki o'qish ishlariga o ya bu yerlarda shunday yerlashishga, xizmat etishga qo'limizdan kelsalam bir shunday yordamlarni qilib qo'yaylik. Ya'ni bir-birimizga nisbatan ijobiy yo'sinda nuqib qo'yaylik, dushkanlamaylik. Asosiy maqsad shu. Endi iqtisod masalasiga kelsak, Xitoyning iqtisodida hozir chekinish va stagflation bor. Bir tarafdan zavodlar, Xitoyning zavodlarininki mahsulot ishlab chiqarish sur'ati ostildi. Sabab har xil. Covidning ta'siri bor. Anakin tashqi savdo ishlarining savdo bejining ishlari bor, tamojna bejining ishi bor. Andan keyin energiya yiqilg'i masalasi bor. Andan keyin emgak kuchlarini tepish masalasi bor. Shuning bilan birlikda u yerda pul paxalligi ko'rilyapti. Yemek-içmekten bazı şundağı örülüp gitti. Hem Xitayning iqtisodiga naiti halaqa iqtisodning ishida ta'sir ko'rsatgan bir necha xalqning hammasi chekinish bo'ldi. Masalan, uy mulk savdosida chekinish bo'ldi. Uy mulk, uy silish, setish degandek ishlarda sulg'unlik bor. Anadan keyin eksportda chekinish bor. Ya'ni bir narsa setyapti degan bilan oldingi yillarga qaragan chaqda chekinish bor. Anadan keyin iste'molda chekinish var. Yani kişilerin qo'lida pul yo'q, ishlamagandan keyin pul olmaydigan gap. Yoki bo'lmasa har xil sabablar bor. Shu COVID-19 degandan-ki ta'sirimi ularga bek bo'lardi. Yaqinqi bir haftalardan buyon Xitoyda hozir COVID-19ning delta nusxasi Xitoyning yarimidan ortiq tarab ketib, ularda vahim paydo qilyapti. Demak, bu Xitoyning iqtisodi, Xitoyning jamiyatida bo'layotgan ishlar, buni bilib qolinglar dedim. Andan keyin Amerikaning iqtisodida umuman butun dunyodagi davlatlarning iqtisodiga silishtirgan vaqtda Amerikaning iqtisodiningki ish yaxshi. Garchi 3-faslda 2% dak oshgani bilan 2-faslda 6.7% oshdi, ammo iqtisodshunoslar 4-faslda texmi oshdi deydi. Yig'inchoqlar kelgan vaqtda Amerikaning iqtisodi shundoq bir pandemik mazgildimi, ya'ni kasal vabo tarqab ketgan mazgildimi, bu 6 Amerikaning iqtisodini yilga 6%lik sur'atdan oshdi deyapti. Ishsizlik nisbati 4.18% ga tushdi. Xabaringlarda bor Covid yangidan boshlangan vaqtda Amerikaning iqtisodi qo'sh raqamlik, ya'ni 10% ga yetgan ishsizlik nisbati hozir 4.18% ga tushdi. Ya'ni tabiiy ishsizlik nisbatiga yaqinlashishga oz qoldi. Hozir Amerikaning iqtisodidagi ahvol nima desa, shirkatlar xizmatchini topa olmayotgan gap. Amerikada yaşangan kişiler, yani yaş çağında pensiya puluga, mening birinchi leksiyarimdan almagan adamlar demakchi, ashuna gaplarga diqqat qilmagan adamlar 201K, 203B degan pensiya puluga pul qo'ymagan adamlar yeshi cho'ngaygan vaqtdami 70 necha yosh chaqdimi ishlaydigan gap. U yerda soatiga $15 $18 deganga o'xshash. Shundaq adamlar hozir ish kelmayotgan gap. Ya'ni yashanganlarning, yeshi cho'ng adamlarning ichida ish iltimos qilganlarning soni tuvanlab ketgan gap. Nemishqa? Chunki ular bu COVID-19 degan kasal yashanganlarni ko'proq so'qidiganligi uchun, ularga zarar berganligi uchun ularning iltimos qilishi tas. Iltimos qilishni xohlamayotgan gap. Undan keyin hukumat nurg'un Biden 2 trillion atrofida pul taqatdi-ku. Mush bergan pullar degandek sabablar bir qism odamlarning emgak bozoriga qaytib kelishini to'sab qo'yayotgan gap. Bu masala ya'ni gavdlik, ya'ni mol bahosining ishib ketishi, mol bahosi Amerikada hozir 4-5% atrofida, mol bahosining ishib ketishi, pul paxalligining yuz berishi, ya'ni consumer price index deymiz. Masalan, mashina, uy, vagaza, yemek-ichmak deganlarning hammasininki bir baholarini yig'inchoqlab aklab hisoblab chiqilgan ko'rsatkich CPI degan. Bu aşsa pul paxallık yüz verdi deyimiz. Pul paxallık hazır 5% atrofida. Amerikaning Markaziy banki qo'pab o'simni o'stiramiz degan gapni chiqarib atadi. Yana EIG'a $120 million milliard dollarlik zaymni setib oladi ekan. Amerikaningki maliyasining bu g'azinasi chiqardi, g'azina ministrligi taqatgan zaymni setib olsa, iqtisodga pul kiradigan gap. Bunda bo'lgan chaqda o'sim tuvan bo'ladigan gap. O'sim tuvan bo'lgan vaqtda xalqlar qazilib uy, mashina setib oladigan gap. Endi chodisa Endi Amerikaningki Markaziy bankisi bu zaymni setilishni aslatgan, azaytgan. Bunda qolgan vaqt nima bo'ldi? Bunda qolgan vaqtda o'simning pul qismida o'simning nisbati azroq o'sidi. Shunga bu uy mulk bozoriga nisbatan aytgan vaqtda uy bahosining, uy mulk bahosining kelar yilda azroq tuvanlashni keltirib chiqish mumkin. Shunday faraz qilish qiladi. Xo'sh. Endi shipirliq pullardan Ethereum
Hazır qaraydigan bolsаңlar, mush vaqtning o'zida shipirliq pul bozorga solingan mablag' 2,10 necha trillion. Buning 1,10 necha trillioni Bitcoin. Bitcoinning bahosi bugun 61 ming dollar atrofida. İkinci o'rin turdig'ini qaysi desa, ikkinchi o'rin turdig'ini Ethereum. Ethereum mi 1,5 trillion atrofida, ya'ni 500 necha milliard dollar atrofida bayliq bor mush Ethereumda. Unda bo'lsa Ethereum bu qanday gap bu? Ethereum'ninki hozir 4600 dollar qo'ydaymi hozir bir birlik Ethereum. Ethereum Bitcoin'dan qasilla ikkinchi o'rin turadigan bo'ldi. Ya'ni agar Bitcoin'ni biz bir shipirliq oltin desak, Ethereum shipirliq kumush. Bu kumushning ishlatilgan yerlari yo'q. Zibzinat o'rinda ishlatildi, sanoat ishlatildi. Hozir Ethereumning hozirgi shu blockchain texnikasida ishlatilgan o'rinlari noyiq. Masalan, ko'pchilik MetaMaskdan foydalanib har xil shipirliq pullarni sotib oldilar, ularni Coinbase sotib olamaysizlar. Shu MetaMask kirib boshqa pullarni olamiz deydigan ish bo'lsa, masalan Shiba Inu, Shiba Ramen, Shiba US Shiba deydigan shuna pullarni sotib olamiz yoki Keo Inu deydigan pullarni sotib oladigan ish bo'lsa, cho'qim MetaMaskda shu cho'qim Ethereum sotib olib, Ethereum orqali sotib olgan gap. Ya'ni bu yerda Ethereum bir otning, eshakning, poyezdning poyezd desam bo'lmadiki, otning, eshakning, mashinaning, papidaning, avtobusning hammasining mangadigan bir yo'lini yasab beradi, munbirini yasab beradi degan gap. Ya'ni Ethereumning qo'llanish taraqqiyoti nihoyatda cheksiz. Shunga Ethereum'ninki bahasninki tavrinishi bo'ladi. 3000 chiqib qolishi mumkin. O'tganda 2800 chiqib qolgan. Ya'ni o'sa 5000, 6000, 10000 chiqib qolishi mumkin uzun o'ylagan vaqtda. Ethereum'ni Vitalik Buterin ismli Rossiyaliklarning pushtidan bo'lgan Amerikaliklar, ya'ni 1994-yili Amerikada tug'ilgan bola 2013-yili mush ideyani o'tirib qo'ygan. Ya'ni Bitcoinning blockchain texnikasidan foydalanib Ethereum ideyasini o'tirib qo'yib, Ethereum barliq kelgan. Barliq keliblar hozir shipirliq pul bozorida Bitcoinning qasli ikkinchi o'rin turadigan shunday bir shipirliq pulga aylandi. Ya'ni buningki nurg'un shipirliq pul bozoridagi nurg'un to'xtamlar, nurg'un ilm berimninki tez suratda davomlashishni, ijro qilinishini ilgari suradigan bu shunday bir pulkan. Bundaq aytgan vaqtda nurg'un munbarlarni ham qo'llaydi ekan bu Ethereum ishlatish doirasida ekan. Shunga bu Ethereumning ishish nisbati pursti bor. Menimcha hozir o'sayotadi. O'sgan chaqda olmasi kerak, shunday qo'y, tushgan chaqda ilish kerak. O'tgan 2800 dollar chaqda ib qo'yish kerakdi. Ya'ni hozir shunday bo'lgan vaqtda bir 60-70% o'sdi shundan keyin. Ammo pay bozorida, kapital bozor, pul muomala bozorida garchi kishilar u gapni desimi, to'van chaqda sotib ol, yuqori chaqda sat desimi, hamon odamlar, ya'ni Richard Saylorning gapiga aytgan vaqtda ba'zida idroksiz tanlashlarni chiqarib qo'yamiz. Ya'ni qanday? Ya'ni to'van chaqda yuqori deb o'ylanib, yuqori chaqni to'van deb o'ylab qoladigan. Satmaydigan chaqda setib o'tadigan, olmaydigan chaqda ep qoladigan ishlar bo'ladi. Lekin har holda Xitoylar tamping deb qo'ydigan, o'rin tutib peket tutib yetib oladigan, bundaq ahvolda turmay, biz jonliq, jushqin yashab tursak, har xil bo'layotgan atrofimizda bo'layotgan ishlarni bilib tursak, hech nima deganda o'zimizning shaxsning hayotini, atrofimizdagi odamlarning ancha-muncha hayotini ilitadigan bir tanlashlarni qilib tursak, menimcha yaxshi bo'ladi deb qarayman. Hammanglarga xayrli kunlar, rahmat.